Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünü kızgın karşılamız. Ben Erşidin İdiqut. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qanadıqtınlar ekranımızda bolsun. İstanbul'da Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi. 26 oktyabr İstanbulning Fatih rayoniga joylashgan Sarajxona maydonida ishg'oliyatchi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Sharqiy Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik bor temasidagi mazkur namoyishni Fikr va Mujadilada birlik munbiri, Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi, Yasaviy Alpiranlar vaqfi, Sharqiy Turkistonliklar federatsiyasi, Turkiya Uyg'ur tashkilotlari munbiri qatorliq ko'plagan tashkilotlar birlikda uyushtirgan bo'lib, ommaviy tashkilotlarning vakillari, jurnalistlar, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar va Turkiya xalqi ishtirok qildi. Namoyishchilar Sharqiy Turkiston va Turkiya bayrog'ini lapildatib, turli shuarlarni to'lab, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi g'azab nafratini bildirishdi. Qur'on Karim tilovatidan keyin tashkilot vakillari navbat bilan so'z qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish, xalqqa texmo keng ko'lamda anglatish, Xitoy mollarini boyqut qilish qatorliq nuqtalarni ta'kidlashdi. Namoyishga ishtirok qilgan tunilgan diniy olim yozuvchi doktor Ehson Shan Ojaqmo so'z qilib, necha asrdan beri Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyga qarshi kurash qilib kelganligini, bundan keyinmi Xitoyning ishg'oliyatiga bosh egmaydiganligini, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, diniy bostirishlarini to'xtatish butun islom dunyosining mas'uliyati ekanligini ta'kidladi. Namoyish Sharqiy Turkiston xalqining hurligi uchun qilingan o'rtaq duo bilan oxirlashdi. Amerika bilan Xitoy kelishim hosil qildi. Amerika Xitoy savdo suhbati oldingi shanba Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda boshlangan bo'lib, yakshanba kuni ikki taraf siyrak to'pa, tamojna bija qatorliq masalalarda kelishim hosil qilgan. Fransiya agentligining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Amerika Moliya ministri Scott Bennett 26 oktyabr bayonot e'lon qilib, Xitoyning siyrak to'pa eksport cheklamasini kechiktirishni va Amerikadan soya purchoq sotib olishni asliga keltirishni o'ylashayotganligini, bu orqali Amerikaning Xitoy mollariga yuqori nisbatli tamojna beji qo'yishidan saqlanishga tirishayotganligini bildirgan. Amerika prezidenti Donald Trump oldingi haftalarda Xitoyga tahdid silib, Xitoy siyrak to'pa eksportiga va pishiqlab ishlashga aloqador texnikalarga qaratgan kontrolligini kuchaysa, kelar oydan tortib Xitoyga 100% lik qo'shimcha tamojna beji yo'lga qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Scott Bessent bu vaqtda to'xtalib, "Mencha biz bu xil ahvoldan saqlanib qoldik" degan. Scott Bessent Xitoyning vaziyatni qaytadan baholash uchun siyrak to'pa eksport kontrolligini 1 yil kechiktirmoqchi bo'lganligini, shundaqla Amerikaning yeza egilik mahsulotlarini zo'r miqdorda sotib olishga qo'shilganligini, buningga javob sifatida Amerikaning Xitoyga 100% qo'shimcha tamojna beji qo'yish qaroridan voz kechadiganligini bildirgan. Suhbat jarayonida yana fentanil, TikTok qatorliq masalalarmi muzokara qilingan. Kelishimning yana bir natijasi sifatida Trump bilan Xi Jinpingning 30 oktyabr Koreyada ko'rishadiganligi qaror qilingan. Xitoy savdo vakili Li Chengangmo Xitoy bilan Amerikaning savdo talash tortishini hal qilishda o'rtaq tunish hosil qilganligini muayyanlashtirgan. Isroiliya mudofaa ministri G'azzani vayron qilishni davomlashtirish buyrug'i tushirdi. Isroiliya davlat mudofaa ministri Yisrail Katz shanba kuni e'lon qilgan bayonotida, urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimining birinchi bosqichi doirasida Isroiliya kontrolligidagi G'azzaning bir qismini vayron qilishini davomlashtirish uchun armiyaga buyruq berganligini aytdi. Katz X supsidagi yozmasida, "Men Isroiliya armiyasiga hozir bizning kontrolligimiz ostidagi Serih rayonda askarlar va mahallalarni qo'g'dash bilan bir vaqtda tonellarni vayron qilishni oldingi vazifa qilib bekitish to'g'risida yo'l yo'riq berdim" deb yozdi. Katz bu qadamning Amerika muavin prezidenti, tashqi ishlar va davlat mudofaa ministrlari,
Prezident elçileri ve Merkezi Qo'mondonlik shtabi qo'mondonlarini o'z ichiga olgan Amerika amaldorlari bilan Amerika prezidenti Donald Trumpning planini yo'lga qo'yish va Hamasni qurolsizlantirish bilan birga mas'uliyat rayonida qolgan zaminidagi barliq terrorlik to'nillarini butunlay yo'qotish va vayron qilishning zarurligi to'g'risida ilib berilgan suhbatlarga mos holda ilib berilganligini aytdi. Biroq xalqarалық sahiya va kishilik huquq tashkilotlari Isroiliyaning G'azzadagi harbiy hujumlarini oqlashiga ko'p qitim qarshi chiqdi. Dunyo sahiya tashkilotining bayonotida Isroiliyaning 2023-yili 7-oktyabrdan buyon sistemalik holda o'nlagan doktorxonani hujum nishoni qilganligi, kam deganda 32 doktorxona va 53 saqliqni saqlash markaziga buzg'unchilik yoki vayron qilganligi, bu hujumlarda tibbiy xodimlar, bemorlar va u yerlarda panohlangan uy makonsiz qolgan fuqarolarning hayotidan ayrilganligi uqtirildi. Dunyo sahiya tashkiloti va boshqa mustaqil kuzatuvchilar bu hujumlarning G'azzaning sahiya sistemasini palaj holga tushirib qo'yganligini doklad qildi. Putinning vakili Amerika amaldorlari bilan suhbatini davomlashtirmoqda. Yaqin manbalardan ilingan aloqador uchurlarga asoslanganda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mablag' silish va iqtisodiy hamkorlik alohida vakili Kirill Dmitriyev bilan Amerika amaldorlari o'rtasidagi suhbatning yakshanba kuni Amerikada davomlashadiganligi bildirilgan. Mazkur manba Rossiya prezidentining chet el bilan mablag' silish va iqtisodiy hamkorlik alohida vakili Kirill Dmitriyev va prezident Trump hukumatining vakillari o'rtasida 24 va 25 oktyabr kunlari suhbat o'tkazildi. Bu suhbatlar 26 oktyabr davomlashadi deganlarni qayd qildi. Dmitriyev uzundan buyon planlangan bir yurish yig'inlar uchun Amerikada ekanligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.